35 darajani ko'rsatmoqda. Ko'chada turishni o'zi qiyin. Lekin men tushunmayman. Bu yigitlar zabardast yigitlar. Ya'ni alohida safarbarlik otryadlari qanaqa ko'chada turishdi. Xalq tili bilan aytadigan bo'lsak, mo'ni yigitlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ketmayapsizmi? Balkim siz javob berarsiz. Ismingiz nima? Yigitlar issiq emasmi? Ko'rib turganingizdek, javob yo'q. Nima qilamiz? O'zimizda sinab ko'ramiz. Yigitlar, ozgina surilasizlar, iltimos. Ana endi o'zim his qilib ko'raman. Xalq tili bilan aytadigan bo'lsak, mo'y yigitlari bilan xizmatda turish qanaqa bo'lar ekan? 40 daraja bo'lib ketdi. Suv yo'qmi? Suvingiz yo'qmi? Men bu yoqda 10 daqiqadan beri turibman, lekin juda ham issiq, terlab ketdim. Tasavvur qilyapman 24 soatlab bu yigitlar qanaqa turishligini. Hali ham siz ketmadinglarmi? Hali hamon, yo bular haykalmi, bilmadim, ma'lum. Nima demoqchiman? Mazza qilib konditsioneri tegida, mazza qilib ishlab o'tirganga hech narsa yetmas ekan. Bunaqa yigitlarimizga kuch, iroda tilab qolamiz. Vatanimiz ishonchli qo'lida. Hurmatli do'stlar, men bo'lsa shunchaki jurnalistlik qilganim yaxshi ekan. Ketdim, iltimos, meni tezroq ish tashlaylar va umuman og'ir